Nafosat sizmisiz? Ikkita o'sini qaynonam yozdirgan ekanlar. Shulardan bittasi manman. Ha, yozdiruvdilar, keling. Sizga yozdirganimni o'zi bilmay qolibman. Stilistlarning ishi menga вообще yoqmaydi. Shuning uchun o'zim xohlagandek tabiiy makiyaj. Unda nimaga keldingiz yonimga? Prosta fatan taqib, sochimni yig'ib bering, salonga kirdi degan nom bo'lsa, endi pul to'langandan keyin. Voy bo'ladi, men shundoq ham tabiiy chiroyliman. Ko'proq mehr va o'sirimga bering. Ularga ko'proq mehr kerak, mehr talab. Voy, bu sal kamtarroq bo'ling. Torga tor dunyo, kengga keng dunyo deyishadi. Aql o'rgatmagansiz qoluvdingiz. Assalomu alaykum Nafosat opa, qaynonam o'slar obraziga yozdirgan ekanlar-yu. Ha, kirib qoling, bilaman. Yuzlarimni yopib bering. Rosa xijolat bo'laman. O'sini mendan ham chiroyli deb eshitgan edim. Chiroyli bo'lmay, mayli, zo'r qilib beraman, xo'p? Sizni ko'rinishingizga qarab muomala qiladigan insonlardan voz keching dedim-de, o'z mahoratimga ishonib ishimni boshladim. Natijasini esa o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Obraz tayyor, ko'ring-chi. O'sirim naqa chiroyli bo'ldimmi? Keling qizlardan so'raymiz. Men Zarina Nizomiddinovga o'xshatdim. O'xshagan bo'lsa, atmetka qilamiz. Sevmezsen sevme beni, kadrimi sezme beni. Yaralar eyle, şeydalar eyle, judalar eyle. Sev olmasın gel.